Assalomu alaykum metal san'at obunachilari va YouTube ishqibozlari. Mana xudo xolasa navbatdagi navbatimizni xullas yakunladik. Endi bu navbatimiz haqida xullas sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bu navbatimiz gibrid fason holatda bo'ldi, ya'ni o'rta qismlari leksanli variantli navbatimiz bu xudo xolasa. Endi bu navbatimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, chekka firmalari 4x4 130 ta profildan bo'ldi. Arkalarimiz doimidek 3x3 130 ta, gullarimiz ezgul doimidek. Xo'p, bu navbatimiz gibrid fason hisoblanadi. Ya'ni gibrid deganda mana mana shu leksanli bo'ladi. Mana shu qismi leksanli, bu qismi yorug'lik tushib turishi uchun boshqacha vid beradi. Hozir pastdan ko'rinishlarini ham ko'rsatamiz. Xo'p, tunikalarimiz mo'ltor, paner, xullas doimgidek bo'lyapti. Xullas bu navbatimiz 1 kvadratini 400 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Xulosa, usta xizmati, ustanovkasi hammasi ichida bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi nomerga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like va pastga bosishni unutmanglar.